Yosh ko'rinish, rangi toza ushlab yurish, tetik yurish, pozitivda yurish, buni hammasi birinchi o'rinda qonga bog'liq, genetik. Yana insonning ruhiyatiga ham bog'liq. Agar ruhiyatingiz yaxshi bo'lsa, kam oilangizda stress holatlar bo'lsa, muammolaringizni har doim vaqtida kelgan muammoni joyida hal qilib yechib keta olsangiz, stressga kam uchrasangiz yoki stressga uchragan holatingizda undan tezda chiqib ketish qobiliyatingiz bo'lsagina o'zingizni tashqi ko'rinishingiz yaxshi bo'ladi. Nima uchun? Stress holatda odamda tanasida напряжение paydo bo'ladi. Bosim. Ana o'sha bosim uzoq vaqt ushlab turishi mumkin. Chunki miyangizda aylanaveradi ma'lumot, stress holat bilan bog'liq ma'lumot aylanib yuradi. Tanangizda har doim o'shani hisobiga bosim paydo bo'ladi va bu bosim uzoq vaqt ushlab turadi. Uyg'onmaydi. Ushlab turgan bosim tanada agar напряжение kuchli bo'lsa, u organizmni tez iznus qilib qo'yadi, charchatib qo'yadi. Sog'lig'ingizda muammolar paydo bo'ladi. Uyqungizda muammolar paydo bo'ladi. Agar vaqtida to'g'ri uxlamasangiz, uyqungiz chala bo'lib yomon uxlasangiz, kortizol moddasi stress modda hisoblanadi. U kortizol modda ko'tarilib ketib qoladi. Ko'tarilganning hisobiga butun tanangiz har doim bosim holatda his qilganning hisobiga shunga tez buzilib ketadi. Shuning uchun qancha ko'p o'zingizni tanangizga, ruhiyatingizga e'tibor qaratsangiz, shuncha sog'lom bo'lasiz, tetik yurasiz, rangingiz toza bo'ladi.